Dunyoning boy davlatlarida juda g'alati muammo paydo bo'lyapti. Yoshlar ishlayapti, yaxshi pul topyapti, lekin uy sotib ola olmayapti. Uylar esa asta-sekin katta avlod qo'lida to'planib bormoqda. Masalan, Buyuk Britaniyada hatto buning nomi ham bor. Generation Rent, ya'ni umrining katta qismini ijarada o'tkazadigan avlod. It is over for us. There is no hope. $4,000 a month. There is no way I will ever be able to afford to buy a house. Janubiy Koreyada esa uy narxlari shu darajaga chiqib ketdiki, yoshlar oila qurish va farzand ko'rishni ham kechiktira boshladi. Va eng qizig'i, Toshkent ham asta-sekin shu yo'lga kirayotgandek. Bugun poytaxtda minglab uylar qurilyapti, lekin yosh oilalar uchun uy olish tobora qiyinlashib bormoqda. Xo'sh, O'zbekiston ham kelajakda umrbod ijarachilar jamiyatiga aylanib qolishi mumkinmi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Hozircha biz Britaniya yoki Koreya darajasiga yetganimiz yo'q. Toshkentda hali ham ko'pchilik yoshlar uy olishni xohlayapti. Odamlar harakat qilyapti, ishlayapti. Muammo shundaki, iqtisodiy hisob-kitob asta-sekin buzilib bormoqda. Masalan, bugun Toshkentda oyiga 10-15 million topadigan yosh mutaxassislarni olaylik. Bir qaraganda bu yomon maosh emasdek ko'rinadi. Lekin ijara, oziq-ovqat, transport, kommunal va boshqa kundalik xarajatlardan keyin odamning qo'lida kapital yig'ishga deyarli hech narsa qolmaydi. Eng xavflisi esa boshqa joyda. Hozircha uylar bizda to'liq katta avlod qo'lida to'planib ulgurgani yo'q. Lekin dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, uy oddiy yashash joyidan investitsiya vositasiga aylanishi bilan jamiyat asta-sekin ikkiga bo'linishni boshlaydi. Bir tomonda bir nechta uyi bor odamlar, ikkinchi tomonda esa umrining katta qismini ijarada o'tkazadigan yoshlar. Xo'sh, kechagina har bir insonning munosib hayoti uchun tabiiy shart hisoblangan uy-joy qachondan boshlab faqat boylar sotib oladigan qimmatbaho aktivga aylanib qoldi. Buni tushunishimiz uchun vaqtni biroz ortga qaytarishimiz hamda tarixga nazar tashlashimiz kerak bo'ladi. Chunki bugungi uy-joy yetishmovchiligi va narxlar shunchaki vaqtinchalik omadsiz davr emas. Buning ortida dunyo bo'ylab tizimning tubdan buzilgani yotibdi. Tarixga qarasak, bundan 70 yil muqaddam Yevropa va AQShda mutlaqo boshqacha mantiq mavjud edi. Ikkinchi jahon urushidan keyin vayron bo'lgan davlatlar iqtisodiyotini tiklash uchun odamlarni ommaviy va arzon uy-joy bilan ta'minlash kerak deb hisoblashdi. Masalan, Buyuk Britaniyada hukumat munitsipal uy-joy dasturini ishga tushirdi. Davlat uylarni o'zi qurib, odamlarga bozor narxidan ancha past, barqaror tariflarda ijaraga berar edi. Germaniyada esa uy-joy xuddi maktab yoki shifoxona kabi ijtimoiy infratuzilma hisoblanib, quruvchilarning yillik foydasi qonun bilan 3-4% qilib cheklab qo'yilgandi. Ya'ni uydan biznes qilib boyishga yo'l qo'yilmagan. Sobiq ittifoqda ham kvartiralar pulga emas, tizimdagi navbatga qarab taqsimlanardi. AQSh esa butunlay boshqa, xususiy mulkchilik yo'lini tanladi. Davlat banklarga kafolat berdi, foizlar tushirildi. Shahar tashqarisida shinamgina hovlilar ommaviy shtamplanib tashlandi. Mantiq juda jozibador edi. 1947-yilda yangi qurilgan kottejlarning narxi o'rtacha oilaning atiga 2,5 yillik maoshiga teng bo'lgan. Oddiy ishchi bor yo'g'i 2,5 yil ishlab o'z uyiga ega mulkdorga aylana olgan. O'sha davr uchun bu eng to'g'ri va ideal yechimdek ko'rindi. Xullas, tizimlar turlicha bo'lsa-da, umumiy qoida bitta edi. Uy narxi insonning topadigan real maoshiga bog'langandi. Ammo keyinchalik bu zanjir uzildi. 1970-yillardan keyin banklar ipotekalarni yig'ib, ularni qimmatli qog'ozga aylantirib, investorlarga sotadigan bo'ldi. Bank kreditni bergandan keyin tezda sotib yuborgani uchun riskdan qutuladi va pulni darrov qayta oladi. Natijada bu odam keyin to'lay oladimi degan savol ikkinchi darajaga tushib qoldi. Bu esa nazoratsiz kredit berishni kuchaytirdi. Uy narxlarini sun'iy oshirdi. Uy-joyni yashash vositasidan investitsiya aktiviga aylantirdi. Oddiy aholi daromadi bilan uy narxi o'rtasidagi bog'liqlikni buzdi. Kamiga 1980-yillarda Buyuk Britaniya bosh vaziri Margaret Thatcher munitsipal uylarni aholiga ommaviy xususiylashtirish dasturini boshladi. Odamlar bu uylarni tezda erkin bozorga chiqarib sota boshlashdi. Davlat esa yangi arzon uylar qurishni to'xtatdi. Natijada taklif kamayib, talab esa keskin oshdi. Uylar bir
necha barobar qimmatlashib ketdi. Bugungi kunda dunyoda uylar narxi g'isht yoki sement tannarxiga emas, tizimdagi jami pul massasiga va investorlarning ishtahasiga qarab belgilanyapti. Bu esa bugungi yoshlarni qopqonga tushirib qo'ydi. Masalan, AQShda 1947-yilda 2,5 yillik maoshga xarid qilsa bo'ladigan o'sha uylar hozir oilaning 7-8 yillik butun daromadiga teng bo'lib qoldi. Janubiy Koreyada uy narxlari shu qadar dahshatli o'sdiki, yoshlar o'z maoshi bilan Seuldan kvartira olish uchun o'nlab yillar hech narsa yemay, ichmay pul yig'ishiga to'g'ri kelyapti. Buning oqibatida yoshlar baribir uy ola olmasam, oila qurib nima qildim degan fikrga kelishmoqda va Koreya tug'ilish darajasi bo'yicha dunyodagi eng tub ko'rsatkichlarga ega bo'lib turibdi. Britaniyada esa 20 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan yoshlarning deyarli 28% hali ham ota-onasi bilan yashashga majbur. Sababi juda oddiy. Ularning ko'pchiligi mustaqil chiqib ketish uchun uyning na boshlang'ich badalini yig'a oladi, na ijara haqini to'lay oladi. Aynan mana shu sababli dunyoda butun bir avlodni Generation Rent, ijara avlodi deb atay boshlashdi. Ular o'z uylariga hech qachon ega bo'la olmasliklarini tushunib yetgan birinchi avloddir. Endi eng og'riqli nuqtaga qaytamiz. Tashqaridan qaraganda Toshkent ulkan qurilish maydoniga aylangan. Har qadamda yangi majmualar qad rostlayapti. Lekin ichkariga kirib raqamlarga va iqtisodiy holatga qarasak, manzara mutlaqo boshqacha. Bugun Toshkentda ijara va uy narxlari nominal jihatdan rivojlangan davlatlarnikiga yaqinlashib bormoqda. Aslida esa masala uyning mutlaq narxida emas, uni sotib olish uchun inson necha yil ishlashi kerakligida. Masalan, Germaniya poytaxti Berlinda o'rtacha kvartira narxi bir oilaning taxminan 9 yillik daromadiga teng. Moskvada esa bu ko'rsatkich qariyb 10 yilni tashkil qiladi. Toshkentda ham oyiga 10-15 million so'm daromad topadigan odam uchun uy xarid qilish muddati allaqachon 10-15 yildan oshib ketgan. Bu esa real xarid qobiliyati va yashash darajasi nuqtai nazaridan poytaxtdagi uylar narxi Yevropa shaharlari bilan tenglashib borayotganini ko'rsatadi. Oxirgi rasmiy statistik ma'lumotlar Toshkentda ijara narxlari uy-joy narxlariga qaraganda tezroq qimmatlashayotganini ko'rsatmoqda. Poytaxtda uy narxlari indeksi 1 yilda 7.6% ga oshgan bo'lsa, ijara narxi o'rtacha 9.1% ga ko'tarilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun yosh oilalar eng ko'p qidiradigan o'rtacha ta'mirlangan 2 xonali kvartiralar ijarasi Mirobod tumanida oyiga o'rtacha $516 ga, Yakkasaroyda esa $488 ga yetgan. Eng keskin o'sish kuzatilayotgan boshqa hududlarda narxlar yuqoriligicha qolmoqda. Hatto nisbatan arzon hisoblangan Olmazor tumanida o'rtacha 2 xonali uyning oylik ijarasi $364, Sergelida esa $360 dan past emas. Bunday bosimli vaziyatda ayrim yoshlarning xayoliga birinchi bo'lib ipoteka krediti keladi. Biroq bugungi iqtisodiy reallikda an'anaviy ipoteka yo'lini tanlash moliyaviy jihatdan mutlaq noto'g'ri va strategik xato qarorlarga aylanib bormoqda. Tasavvur qiling, bugungi yuqori bozor stavkalari sharoitida 20-30 yilga kredit olsangiz, siz qarz ustiga qarz yuklaysiz. Inson o'zining eng faol, eng go'zal va serg'ayrat umrini chorak asr davomida faqat bank oldidagi qarzini uzish bilan o'tkazishga mahkum bo'ladi. Iqtisodiy hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, bunday uzoq muddatli majburiyat oxirida siz bankka uyning asl tannarxidan 2-3 barobar ko'p pul to'lab bergan bo'lasiz. Ya'ni, yelkadagi dahshatli yuk evaziga bitta uy o'zingizniki bo'lishi uchun yana kamida bitta uyning pulini bankka shunchaki foiz sifatida hadya qilasiz. Bu yoshlik energiyasini va moliyaviy erkinlikni bank tizimiga umrbod qurbon qilish demakdir. Ipotekaning foizdan qochgan, ortiqcha qarz zanjiriga bog'lanishni va dinan sudxo'rlikka aralashishni istamagan aholi uchun bozor boshqa bir qo'shtirnoq ichida jozibador yechimni taklif qiladi. Bu quruvchidan foizsiz muddatli to'lov. Tashqi ko'rinishdan bu juda ajoyib imkoniyatdek tuyuladi. Bank yo'q, ortiqcha hujjatbozliksiz va foizlar yo'q. Pulni to'g'ridan to'g'ri quruvchiga bo'lib to'laysiz. Ammo uning ortida yashiringan iqtisodiy risklar kam emas. Muddatli to'lovga berilayotgan uylarning narxi xuddi shu uy naqd pulga sotib olinganidan har doim ancha qimmat qilib belgilanadi. Ya'ni, quruvchi o'z foydasi va o'sha siz qochgan foizlarni baribir yashirincha uyning umumiy narxi ichiga joylab qo'ygan bo'ladi. To'g'ri, biz hozircha Buyuk Britaniya yoki Janubiy Koreya darajasidagi mutlaq inqiroz nuqtasida emasmiz. Toshkentda uylar hali to'liq
qari avlod yoki yirik korporatsiyalar qo'lida 100% jamlanib ulgurmadi. Biroq xavf shundaki, trend aynan o'sha tomonga qarab shiddat bilan ketmoqda. Toshkentda qurilayotgan ko'chmas mulklarning bir qismi bugun haqiqiy yashashga muhtojlar tomonidan emas, balki kapitalni inflyatsiyadan himoya qilish va pul tikish vositasi sifatida investorlar tomonidan sotib olinmoqda. Uylar poydevor davridayoq chayqovchi investorlar tomonidan yoppasiga sotib olinadi va keyin ustiga katta ustuma qo'yib qayta sotiladi. Natijada oddiy mehnat bilan pul topuvchi yoshlar haqiqiy iste'molchi bo'la turib bozordan siqib chiqarilmoqda. Uy-joy o'zining fundamental vazifasini yo'qotib, sof moliyaviy aktivga va investitsiya quroliga aylanib boryapti. Kelajak ssenariysi: agar bu shunday davom etsa nima bo'ladi? Agar bu iqtisodiy tendensiya hech qanday choralar bilan tartibga solinmasa va amaldagi holat o'zgarishsiz davom etsa, yaqin kelajakda bizni juda og'ir ssenariylar kutadi. Shaxsiy uy-joyga ega bo'lish yoshi yildan yilga orqaga surilib, insonning eng faol mehnat davrining 35-40 yoshlariga borib taqaladi. Bizning jamiyatda shaxsiy boshpana oila qurishning eng asosiy moddiy shartlaridan biri hisoblanadi. Uy-joy yetishmovchiligi yoki og'ir ijara bosimi sababli yoshlar turmush qurishni kechiktira boshlaydi. Qolaversa, jamiyat keskin ravishda ikki qatlamga bo'linadi. Qo'lida o'nlab ko'chmas mulk aktivlari bor bo'lgan o'ziga to'q ijaraga beruvchilar va ularga butun umr ishlab topganini ijara haqi sifatida topshiradigan mulksiz ijarachilar avlodi. Zumerlar uy olishni xohlamayapti emas, urinmoqda. Ko'pincha katta avlod vakillari yoshlarni, xususan zumerlarni dangasalikda, tayyorga ayyorlikda yoki erkinlikka berilib uy olishni xohlamaslikda ayblashadi. Go'yoki ular uylik bo'lishni istamay, hamma pulni sayohat, kafelar va brendlarga sarflayotgandek ko'rsatiladi. Lekin iqtisodiy tahlillar mutlaq boshqa haqiqatni ochib beryapti. Yoshlar uy olishni xohlamayotgani yo'q, ular urinmoqda. Shunchaki ularning topayotgan real maoshi va ko'chmas mulk bozorida narxlar o'rtasidagi nomutanosiblik juda katta. Natijada yosh yigit-qizlar yelkasiga yoshligidanoq juda og'ir ruhiy bosim, chorasizlik va kelajakka nisbatan ishonchsizlik hissi yuklatilmoqda. Ushbu muammoning ildizi shundaki, ayb yosh avlodning o'zida emas. Muammo uy-joyning inson hayoti uchun eng zarur bo'lgan fundamental ehtiyojdan shunchaki yirik korporatsiyalar va spekulyantlar boylik orttiradigan biznes vositasiga aylanib ketayotganidadir. Ko'plab shaharlar shu xatoni qildi. Toshkent esa hozir aynan mana shu xavfli yo'lning boshida turibdi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, poytaxtimiz uchun hali hamma narsa boy berilgani yo'q. Vaziyatni o'nglash imkoniyati bor. Buning uchun iqtisodchilar, mutaxassislar va hukumat hozirning o'zidayoq ushbu xavfli iqtisodiy signalni to'g'ri tushunishi shart. Aks holda yaqin 10 yillikda Toshkent ham o'z farzandlarini bag'riga sig'dira olmaydigan ulkan begona yirik investorlar oldida umrbod ijaraga mahkum qiladigan shaharga aylanib qolishi mumkin. Bugungi mavzu shu. Agarda sizga bizni ushbu maxsus sonimiz ma'qul kelsa, albatta like bosing, obuna bo'ling va keyingi maxsus sonlarimizda qanday mavzularni shunday yoritib berishimizni xohlashingiz haqida fikrlaringizni qoldiring. Rahmat kattakon.